G'unch qiz Urumchi tug'ilib o'sgachgimi, ishqilib boshqa qizlarga qaraganda o'zini erkin, ozod tutadigan moda qizlardan edi. Shuni u o'zining taqi turqi ham chiroy shakliga mos keladigan girim qilishni bilatdi. U chiroyining 3 o'lish tabiiy, 7 o'lishi muvofiq yasanishdan keladi deb qaraydi. Darvaqa girim qilishmi bir xil san'at. Ayollar buning bilan go'zal obraz yarata oladi. Belgilik jazibdorlikqa ega bo'ladi. G'unch qiz xuddi san'at o'maklarining kasbiy girimchiklaridek bu haqda xeyli atrofli savodga ega edi. U hamisha yaqin do'stlarga mundoq deydi. Muvofiq girim qilganda odamning chiroyi nurlanadi, g'alat ko'rinib qolmaydi. Masalan, ufqiliq may yuzga surtilsa, terini siliqlashtiradi. Terdagi sapkinlarni yapadi. Kirpik malhim bilan kirpikni bo'yganda kirpik ham uzun ham qo'yiq ko'rinib, kishilarga bir xil istiroliq tuyg'u beradi. Ko'z inson qalbining darizasi. Uningga yaxshi girim qilinsa, odamning ruhiy qiyofati bilan salobatini eng yaxshi namoyon qilib beradi. U bugun o'ziga ana shunday qavas va ishtiyoq bilan girim qilgan edi. Kiygan kiyimlarimo girimga mos holda uni texmi jalbkor, ruhli va go'zal qilib atgan edi. Aqniyoz qizg'a qip-qizil gilos farqi. O'ziga oq-qora qo'ydi va rumkini qo'liga ilib o'zini so'raganda qiyofatda. Aybga buyurma G'unch qiz. Azroq ishkash paramchayli. dedi. G'unch qiz nozlanib o'ltirmadi. Burundan oz to'la qizil haraq ichib ko'ngashga birinchi rumkini darhol ko'tarib atdi. Tamlik xushbo'y haraq uning ko'ngliga yoqdi. Aqniyoz fursatni qo'ldan bermay, chiroyli, sho'x ruboiy va liriklar bilan orqa-orqadan bir necha rumkini tutdi. G'unch qiz tuzsiz, ta'xirsiz ichdi. Endi uning ko'zlari xumarlashib, yuzi anorguldek echilib ketdi. Aqniyoz nihoyat ustadlik bilan vaqtini egallayotdi. U G'unch qizning "Nima gapingiz bor edi, aytmamsiz" degan savolni so'rab qilishidan ansab, og'ziga tegmay birdan dunyoning, birdan maktabning, birdan osmonning, birdan yerning gapini qilib, G'unch qizning eg'iz etishiga imkon bermayotdi. Aqniyozning vahima ham taqassolik bilan kutgan minutlarni oxiri yetib keldi. G'unch qizni tatliq uyqu bosdi. Uyqu go'yo shiddatli tog' kalkunadek uning butun vujudini qarmab besib kelyotdi. U tirikishib baxdi. Beshini silkib ko'zlarini uyg'oladi. Shuncha qilsa-mu aplashmadi. Xuddi jintakandek asnab tutib, qapoqlari eg'irlashib ketdi. Oxir nim bo'lganligini o'ylab yetguncha beshi ustalga sangilab loydek uyib ketdi. Aqniyoz uni asta ko'tarib karavotga oldi. To'pligini soldirib putlarini tuzashtirdi. Qiz hech nimani sezmadi. Yenik pushildab uxlayotdi. Uning uyqudagi ma'sum, muloyim holati Aqniyozni texmi maftun qildi. O sevgi, visol va tashnolik istikida yongan talvi bir kuchning turtkisi bilan qizning kiyimlarini soldirishga boshladi. Yerim yalang'och qilingan qiz texmi julolanib, suratda qaytib yotdi. Uning jismidagi chaqnab turgan go'zallikdan Aqniyozning ko'ngli erib ketdi. U o'zini tutolmay qizga o'zini otdi. Uning issiq, yumshoq badanini quchoqladi, so'ydi. Uning hissiyoti o'riladi. Ko'ziga qizillik tiqildi. Shu topda uning nazarida o'zi yashayotgan bu malomatlik dunyo mavjud emas edi. Uning o'rnida ishq muhabbatga to'lgan sirliq, pinhon bir olam bor edi. Bu olamda faqat o'zi bilan G'unch qiz mavjud edi. Shun u erkin, bemalol harakatlanardi. Hech kim uningga daxl qila olmaydi. Uzluksiz so'yish va quchoqlashdan uning yuragi yayrab, ruhi urg'idi. Endi uning qutirgan qo'llari qizning eng sezgir, nozik yerlariga cho'zildi. Hamma ish tugash oldi turadi. Qizlik bilan jugonlikning, oliyjanoblik bilan razillikning orasida birlik qadam qolgan edi.
Akniyaz ko'zini yumib, bu qisqa qadamni bosmoqchi bo'ldi. Lekin shu chaqda nima uchundir uning qaram yuragi qattiq gupildab ketdi. Quturgan jismimi tuyuqsiz tormozlangan mashindek silkindi. Uning ish-ishidan ko'tarilib chiqayotgan qudratlik g'oyibona bir ovoz uni tantirtib qo'ygan edi. Akniyaz, shaytoningga haybar, vijdon bilan ish qil. Vijdon o'zligidan zuvonga kirmaydi. Balki u sening diling, tiling va butun vujudingning harakatga kelishi bilan ifodalanadi. Sendagi vijdon qiyni. Akniyaz o'zini bosdi. Baya esiyatning kuchayishi bilan xiralashgan aqli asta-asta ro'shanlashdi. Endi u sovuqqonlik bilan o'ylashga boshladi. To'g'ri, uning jini boyligi mana shu iffat nisa emasmi? Men uni o'g'irlab ketsam, bu umrlik azobga qolmamdi. O'zim yaxshi ko'rgan odamni azob uqubatga qo'ysam, bu dunyoda mening ko'nglimni xotirjam o'tarmi? Darvaqa oyat mantiqi shundoq. Bu dunyoda boshqalarga behuda azor bergan odamning o'zimi hargiz xushal o'tmaydi. Akniyaz xuddi bir kuchab tortgandek lekkida o'rnidan turib ketdi. Qandaqdir bir vijdoniy tuyg'u uni yomon niyatdan yondirdi. Lekin uning o'ychan tiniq ko'zlarida yosh tomchisi lig'irlab qolgan edi. U o'z qilmishiga rozi bo'lib, hayajonga chiqqan xushallik yeshimi yoki o'zining baxtsizligi o'kinib, nadomati chiqqan hasrat yeshimi bilib bo'lmaydi. U qizning kiyimlarini qaytadan avaylab kiygizdi. Sochlarini tuzashtirib, yuzlarini siladi va bo'g'iq ovozda qizni bir necha qitim tovladi. Uning taqazzoliqda aytilgan qo'pol ovozi g'unch qizni behushlik holatdan uyg'otdi. Uning xumarlashgan ko'zlaridagi iltijo va muloyimlik Akniyazning vujudini shurrida erdirdi. U qizni saygitib o'rnidan turg'izdi. Endi uni yatqiga ap chiqib qo'ymasi bo'lmaydi. Saboqdoshlarining keladigan vaqti bo'lib qolgan edi. U g'unch qizning qo'ltiqidan yo'lab yotoqdan elib mangdi. Yotoq ichi ikki baxtsiz oshiq ma'shuqdan qolgan ajoyib bir puroq bilan to'shib ketgan edi. Bu muqaddas puroqda po'raklab etilgan gul g'unchalarning bujildab turgan gulgin sharobning puruqi bor edi. Bugun Zoyid nihoyat xushal edi. Yo'lda kelib varqirab naqsha aytqisi, sakrab usul o'ynag'isi keladi. U tushdan keyingi emgakka qatnashmadi. Saboqdoshlari maktabning dehqonchilik maydoniga yangi yo'qozg'ili chiqib ketgan edi. U Badamgulning yatqiga oldirab kelyotdi. Badamgulni yaqindan beri darsdan boshqa faoliyatlarga qatnashmay, o'zini yotoqqa bekintirib olgan edi. Zoyid qizlarning kemir shaklli yotqiga kirganda Badamgul karavotida yenik tugilib yotadi. Yostiqining chetida qaysi bir darsning ko'nisi tik turadi, lekin uni echib boqmagandek qiladi. "Keling", dedi u o'ri bo'lib, ovozi zaif, ruhi tushkun edi. Zoyid uning yoniga kelib o'tirdi va o'z xushalligini uningga o'tkazmoqchi bo'lgandek shoirona talaffuz bilan uni erkiltib turib mundoq dedi: "Yaqindan buyon ajab chiroyingiz echilib ketdi o Badamgul. Bugun bir kuningga dunyoda kulgudimni yaqinlik kuy bormi, ha? To'xtang, esim keldi. Men sizga bir she'r o'qib beray." Bu chililik mashhur shoir Pablo Nerudaning she'ri, anglamagan bo'lg'aydingiz. Zoyid lekkida o'rnidan turdi. Bir qo'lini shimining yanchiqiga tiqdi. Yana bir qo'lini yarim doirada ko'tardi. Beshini bo'lsa egizib, dariz tarafga qaradi. Uning bu qiliqlari Badamgulning ko'ngliga qilchini sig'madi. Bu xuddi o'shkiga jon qayg'u qassobga moy degandek ko'nkilik ish bo'lgan edi. Lekin Zoyidning parvoyi palak gelini qirib, o'zini tuzab she'r o'qish bilan ovora edi. "Sana kerak bo'lsa, olg'in beray volkamni. Beray olg'in havoyimni mo.
Biroq elib ketma tabassumingni, u bir tal atirgul, chiqilmag'in hargiz uningga. Etilib chiqqan buloq suyi u usuzliqimni qondirar. Shatxo'ram illiq chehringdan etilar kumush rang bujg'ullar. Qanday she'r yaridimi? dedi u maston holatdan o'z aksiga kelib. Endi kirasiz, tabassumingizni menga asrab berasiz. Zoyid, hozir kuldigan ish bo'layotamdi, dedi Badamgul tish qirishqandek qoshlarini uchirib. Nimalarni deb yurdigansiz? Sizni kulki qistavotgan bo'lsa, meni yig'i qistavotidi. Hay, to'xtam, dedi Zoyid uni papilaganda qiliqlarni qilib. Rastimni aytsam, endi bizning kuladigan vaqtimiz keldi, Badamgul. Endi biz kulimiz, qaq urib, xandon urib kulimiz. Ovoz yetakchi bizga ashunda xushallikni ato qildi. Rasma? Badamgulning chiroyi dastlab vilnida echildi. Keyin yana bir narsani o'ylagandek parishon holda so'radi. Siz uningga dedingizmi? Dedim. Demay amal qancha? Zoyid tushuntirishga boshladi. Men bu 2 kechani uyqusiz o'tkazdim, Badamgul. Qilmagan xiyolim qolmadi. Birer araq şiştepib, doktorlar bilan so'zlashishni o'yladim. Lekin bu o'zimizni oshkorlash bo'ladi ekan. Hozir doktorlar rasmiyatsiz ish bajarmaydi. Qonun dadisqili, tunishtirish akal deydi. G'am qayg'uga ketib etiversak, ishning texni yo'g'ini chiqadi. Shunga uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxir ovoz yetakchiga aytay, yig'lay, qoqshay, ish og'rib, birer amal ko'rsiz ajab emas degan qarorga kelib qoldim. U anglabla shang'ishib qo'yib ketdi. Shu kuni meni uyda qo'g'lab chiqargandek alpozli bo'ldi. Lekin oqshom o'zini uyga chaqirtib, olamchi bir xush xabarni aytdi. Bizni qo'g'lab qolmoqchi bo'ldi. Ah, xudo, dardim sana yetgan o'xshaydi, dedi Badamgul hayajonliqdan elib. Ajab o'tdan bo'ldi. Lekin hayajon sal besilib, kallasi bir oz sagiklashgan vaqtda uning xiyoliga qandoq qo'g'dab qolmoqchi degan jiddiy bir fikr kelib qoldi. Ras, ovoz yetakchi bu ikkisini qandoq sihriy kuch bilan qo'g'dab qolmoqchi? Uzunga qolmay hamma odamga oshkor bo'lib ketadigan uyatliq homilini qandoq yig'ishtirmoqchi? Bu savollar Badamgul uchun chigish ham mushkul bo'lgani bilan ovoz yetakchi va Zoyid uchun shundoq oddiy ham o'ng'ay edi. Bu savolni Badamgul so'rag'icha Zoyid o'zi javob berdi. Albatta bu falokatda ikkimizni qo'g'dab kirish oson emas. Ovoz yetakchi nurg'un boshqa turib, oxir buning qavotni ko'ymaydigan, ziqni ko'ymaydigan atlik bir chorasini o'ylab tepibdi. Qanday chora ekan u? Oldirib so'radi Badamgul. Siz bu ishni Salim apandiga ortib, kichikini bir material yozib bersangiz bo'ladi ekan, dedi Zoyid parvosiz bir qiyofatda. Siz ziyonkashlik uchirg'uchi bo'ladi ekansiz, men bu gunohsiz saqit bo'ladi ekanman. Nima? Nima dedingiz? Sabda gulidek muloyim, yaqinliq bu qiz birdan sal asabiylashgandek, hech kimga qaramay chechirishga boshladi. Men amdiza buningda irim ma'rifat chirqini yoqqan odamni o'rg'ishtirdi ekanman-da. Xotirjam bo'ling, hargizmi o'g'riga tushmaydi, dedi Zoyid Badamgulni tinchlantirishga tirishib. Ovoz yetakchining aytishicha, bundoq ish o'qitish tarafdan sodir bo'lsa, ko'riladigan chora eg'ir bo'lmaydi ekan. Agar bizga chora ko'rishga to'g'ri kelsa, ishkirimizni maktabdan qo'g'lab, umrvoyat bilim olish fursatidan mahrum qoladi ekanmiz. Tug'ilgan bolamizmi qonunsiz yetim o'g'loq bo'lib qoladi ekan. Yo'q, men bo'lsin, men undaq rasl ishni qilmayman. Badamgul parvoz qapoqlarini suzib do'msaydi. Anlagan haqlar nima deydi? Saboqdoshlarim nima deydi? Men yana bu dunyoda yashamdiman yo'q. Haqlar nima desa demamdi, dedi Zoyid misal qizishib. Salim apandining sizga amroqligini sinfdagilarning hammasi biladi. Bu sizdan boshlangan ish emas-ku. Kimlarning beshidan o'tmagan, ish bitingizni yo'qotgan, homildor bo'lgan bo'lsangiz nima bo'pti? O'z ilingizga topshirdingiz-ku. Men sizni tushansam bo'lmadimi? Nayt kelsa, turmushingizga bir qatimliq savallik bo'lar. Ovoz yetakchi sizni oy savallikdimi qo'g'dab qolmoqchi. Men sizni jinim bilan qo'g'dayman.
Badamgulning uchi qizargan burun ko'mechaklar tartishib lipildidi. Keyin qop-qora yo'g'on ko'zlaridan mo'l-mo'l yosh quyildi. Yo'q, Zoyid, men undaq qila olmayman, dedi u o'ksib turib. Salim apandining o'g'li bo'ladi. Zoyid bir pal shuklab qoldi. U Badamgulning bundoq joyillik, ahmoqlik qilishini o'ylab baxmagan edi. Belki bu xabarni anglabla besh ko'p kiydi. Nomusini, muhabbatini, o'qishni qo'g'dab qolgan havoz yetakchiga tashakkur etib, xushallik bilan uning degini bo'yicha ish qiladi deb o'ylagan edi. Lekin ish kutgan yerdan chiqmadi. Agar Badamgul bundoq qilishga rozi bo'lmasa, har ikkisining taqdiri, istiqboli o'zim-kesil nobud bo'ladi. Havoz vaqtimi buni alohida askartib, navada Badamgul material yozmasa, mendan ranjimanglar degan edi. Zoyid shu topda ig'ir ahvolda edi. Badamgulning kaj bag'arazligidan qattiq og'rindi. Ichida uni tillab aybladi. Lekin hozir uning jahdisini qatirdigan vaqt emas edi. Qandaqli bo'lmasin, uni aybashga keltirish, aldab silab bo'lsa-mu, gapga kirgizish kerak edi. Undaq qilma, Badamgul. O'zingizni, menimi o'ylang, dedi Zoyid birdamla bechora qiyofatga kirib. Salim apandi degan cho'nqur yiltib surgan kuchli daraxt. Undaq buran chapqunlar uni yiqitib yetolmaydi. Lekin biz degan endi yiltib tartishga boshlagan ojiz ko'chat. Sanda shamol chiqsa, to'yimizdan qo'murib, ozganlarga tiqilaydi. Haqiqiy uvalliq bizga bo'ladi. Jahillik qilma, istiqbolimizni, shon sharafimizni o'ylang. Biz texi yosh, oldimizda baxtli kelajak quchoqqa yetib turadi. Uni nobud qilmaylik. Badamgul texini qattiq yig'lab ketdi. Uning ko'zidan taramlab eqiyotgani yosh emas, balki yuragiga o'rnab ketgan hasrat nadomat bilan o'kinish zardobi edi. U isadab o'ksib gap qilolmay qoldi. Zoyid darhol uning titrab turgan yelkasini silab turib, "Mening gaplarimni o'ylab beqing, Badamgul. Men sizni mangu suyman. Siz bilan mangu baxtli o'tishni xohlayman," dedi-da, uni chin quchoqlab, namlashgan yuzlariga so'yib ketdi. Anglayotganinglar biri qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Taraslab yomg'ir yig'vatdi. Badamgul o'zini daldiga olmadi. Balki shabnam tushgan oq laylidak namlashgan so'lg'in yuzini osmonga qaratib turaverdi. Dal shu chaqda uning chiroyi o'moqqina echilib ketdi. U rohatlangandek bir daqiqa ko'zini yumdi. Yomg'ir suyi endi uning qop-qora yumshoq sochlaridan sirg'ib eqishga boshladi. Shamol aralash tushayotgan sovuq yomg'ir uni shirkindirolmadi. Balki uning ichiga to'shib ketgan dard alamlarini o'zining pok, shiddatli eqini bilan belli eqitib ketayotgandek uni yengil ham ozoda qilib qo'ydi. U tunugun Zoyidga tan berdi. Zoyidning shirin suxan so'zlari, ulug' va'da qasamlari, bechora holatdagi yelmib yolvurishlari dilxasta qizning ojiz, mungli qalbini asir qildi. U titrab turgan qo'llari bilan Zoyidning degini bo'yicha yerim batlik materialni yezib, imzosini qo'ydi. U buni ikki odamning ornomisi, bir buvoqning kelajagi va baxt istiqboli uchun amalsiz qildim deb o'zini oqlab, ko'ngliga taskin berdi. Yana bir tarafdan o'zining qandoqdir o'sal va qabih bir ishni qilib qo'yganligini his qilgandek, kun bo'yi ko'ngli g'ashlik, parishonlik ichida o'tdi. Bo'libmi, Salim apandini ko'z oldiga keltirganda, uning vijdoni azoblanib, xomush o'ltirib qoladi. Lekin u bu ishlarning oqibati qanday bo'ladiganligini, qarmoqqa kichikni ko'ringan yerim batlik materialning oxirida qanday razil o'yinlarni o'ynaydiganligini ancha o'ylab yetmagan edi. Ishbatning ustiga qizli g'ururi zaxmlangan, dil azor yegan notavan bu qiz oddiy
oddiy ham anchagin ko'ringan bu ishlarning kaynida yo'shirinib bo'qsib turgan cho'ng ko'ngilsizliklarning qonsiq hidini texi yetolmagan edi. Odamning omadi kelib, o'shqa olchi tushayotgan paytda hamma narsa mangulikdek. Qo'lidagi huquqmi ba'zi bir chuprandilarning ko'rsatayotgan sharmanda xushomatlarmi, ko'z chaqnatib bosh ustida uchib yurgan shon shuhratmi abadil abad o'ziga toliqdek bilinadi. Bunday chog'da u odam kunlarning birida qerib taxtdan tushishni, hatto bir daqiqa ichida o'lib qolishni xayoliga keltirmaydi. Lekin turmush shafqatsiz. U odamni har ko'ylaga soladi. Ba'zida xuddi bir tal quruq xazondek hayot qaynamining shiddatli eqillarida xohlagancha tirqirtadi. Ba'zida opirib sesiq patqoqlarga patirib qo'yadi. Shu kunlarda Jinshujining beshiga ashundoq kutilmagan eg'ir savdolar tushdi. U tuyuqsiz og'irdi. Doktorda tashxis dedi, jigar roki degan ajalli kasalni ortib qo'ydi. Bu mudhish xabar bir necha kun ichida butun maktabga gurrib tarqaldi. Buni anglab Jinshujiga ish og'ritganlar, qayg'urganlar, yesbashlik qilganlar bo'ldi. Taqdirga tan berib, alahminalloh deganlar bo'ldi. Shundaqla ajab yaxshi bo'pti. Bir mansab o'rni tezroq bekor bo'ladigan bo'ldi deb ko'nglida har xil cho'tlarni so'qqanlarmi bo'ldi. Jinshuji kasal azobi o'lim vahimasi bilan bir necha kun ichida yodab, o'zgarib va ayni satarning dastidek quruq ustixon bo'lib qoldi. U xalq doktorxonasining bir kishilik yotqida to'g'risga qarab ajal kutib yotadi. Bunday chog'da kasal kishi nihoyat sezgur ham nozik bo'lib ketadi. U burun yaqin aralashib o'tgan odamlar ichidan kimlarning yo'qlab kelib ko'ngil aytganligini, kimlarning o'ziga chatga elib, andisining loziman qolmadi deb soyisini ko'rsatmayotganligini nihoyat aniq bilib yotadi. Demisimi odam bolasining beshiga eg'ir kun tushgan vaqt dal uning atrofidagi ilpatlarining samimiy sadoqatini, aqida ixlosini sinaydigan eng yaxshi halqiliq vaqt bo'ladi. Bunday chaqlarda badal talab qilmaydigan do'st birodarlar uning dardini o'z dardi deb bilib, chin ko'nglidan yo'qlaydi. Tasalli etadi, madad beradi. O'lim vasvasasida yotgan kasal uchun bundan ortiq xushallik va ruhiy ozuq bo'lmaydi. Jinshuji mushu doktorxonada yotgan bir haftadan beri ovoz baxti uni bir qatam yo'qlab kelmadi. Burun xuddi uning atrofida parvondek aylanib, soyasiga ko'rib solg'udek bo'lib yurgan ixlosman bu Murud endi uni butunlay unutib ketgandek qiladi. Jinshuji kasal azobida ingrab yetibmi bu odamni o'yladi. Aslida uning burunqi o'ziga bo'lgan ajoyib yaqin munosabatini, har bir ko'rishganda xuddi omroq dadisini ko'rgandek bo'lib ketadigan sadoqatmanligini ko'z oldiga keltirib, miqida kulib qo'ydi. Uning bu zaif kulkisida cho'nqur taajjub bilan afsuslik tuyg'usi bor edi. Darvaqa Havas baxtining o'z vaqtida bu boshliqi bo'lgan xushomat go'yligi rostla shu darajaga berib ketgan ediki, Jinshuji isil tomoq yeb qurisqani to'yg'ilsa, u chatda o'ltirib chekirib beradi. U hijaysa bu qoqoqlab kuladi. U ko'z yosh qilsa bu kishi unsilib yig'laydi. U isib ketsa bu kishi shapkasini yalpigish qilib yalpiydi. U to'nglab ketsa bu kishi o'rdab istatdi. Qisqasi, uning jini buning jini bir jon edi. Uning uchun buning jini qurbon edi. Shuning uchun Jinshuji uni yuqori tuvanda maqtab yurib, o'ttir qo'ldagi yigitga aylantirgan. Bu qadimgi banzi tanshashning oldingi nishoni qilib, temir daftarga ismini tutgan edi. Lekin Jinshuji bu qatim armon bilan u dunyoga ketib o'tib, hayotni, odamlarni haqiqiy ma'nosi bilan cho'nqurroq tushungandek bo'ldi. Burun uni xuddi bir ulug' zotni tavob qilgandek beshiga ilib ko'tiradigan ixlosmanlar, atrofida hamisha paypetak bo'lib yuradigan sirdoshlar biroqli qarsini ko'rsatmadi. Chunki u rak kesili demak, o'lim demak.
Endi ular uchun doktorlar tarafidan o'limga hukm qilingan bu amaldorning keragi qolmadi. Endi uni xuddi ishikni qiqib bo'lgan paxshiqishdek yiroq cho'rivasi bo'laveradi. Ajal bu so'g'isida yotgan mushi bir hafta jarayonida uni faqat ko'ni sabdoshlari, savoqdoshlari va maktabdagi burun o'ziga yaqinmi emas, yiroqmi emas, ta'masiz xolis xizmatdoshlari oyig'i uzilmay yo'qladi. Ko'ngil aytdi, madad berdi. Mana shu chaqdala u hayotning ajoyib g'aroyib murakkab ishlarining, yurak bag'rini belgili bo'lmaydigan ajoyib g'aroyib sirliq odamlarning borligini ko'rdi. Shunday his qildi. Lekin u kechikkan edi. Agar kishilar burun o'zi besib o'tgan yo'lni qayta bosalagan, burun qilib bo'lgan ishni qayta qila olgan bo'lsa-edi, u chaqda texim aqlli, texim zirak, texim dono avliyoga aylangan bo'lardi. Nurg'un ishlar texim ko'ngilli, texim joyida bo'lgan bo'lardi. Lekin turmush qaytalanmaydi. Tarix takrorlanmaydi. Qisqagina bir necha kun ichida bo'lib o'tgan bu shafqatsiz ishlar Jinshujini bir necha yil kitob o'qibmi erishib bo'lmaydigan cho'nqur bilimga, ochiq savoqqa, o'tkir aqlga ega qilgan bo'lsa-mu, lekin u xuddi kashkuzning ojiz, o'tkinchi optipidek uning o'zigami, boshqalarga qilchi naf bermay bu olamdan izsiz, shartsiz o'tib ketavatadi. Uning alimi, hasrati va pushaymoni Jinshujini Rakkisining azobidan eg'irroq azobga selivatadi. 10 kundan keyin qaysi bir aqldarning maslihati bilan Jinshuji Beyjingga berib davolanadigan bo'ldi. Uni uzatadigan kuni aerodromga xeyri ko'p kishilar chiqdi. Buning ichida Havas baxti yana yo'q edi. Bu kunlarda uning xiyoliga Jinshuji yo'q, Jinrun kirib chiqmaydi. Uning nazarida u allaqachon o'lgan. Hech kimga qarg'a kelmaydigan quruq iskeletga aylangan edi. Havas baxti to'limi o'zgarishchan, ko'zining qarsini lip-lip qilib bosh xiyolga kelalaydigan xamiryon tipli odam edi. Uning his tuyg'usi bilan so'z ahdlarining tutami yo'q edi. Vaqt kelsa bir-birini inkor qilib go'shib yuraveradi. Shunga uning hozir butun vaqtni aql parostini ishga solib qo'lga keltirayotgani yenidan kadrlar xizmatiga mas'ul bo'lgan yana bir muavin shuji Samar Temir edi. Havas baxti mush qisqagina bir hafta ichida bu yangi boshliq bilan 3 qatam ko'rishib bo'ldi. Dastlab tabrikladi, xo'shalligini bildirdi. Ondan xizmatlarini o'zligidan do'xlab qoldi. Yo'l yo'riq so'radi. Keyin qorong'i tushganda tam yoqlab Samar Temir yaxshi ko'radigan haroq, paqlan go'shtlarini sovuq qildi. Ishib o'tirib Yoqub Kerimi, Salim apandi, hatto u dunyoga ketayotgan Jinronning ustidan shikoyat qildi. Dadxo'rlik aytdi. Shu kunlarda bo'layotgan bu ajoyib ko'rinishlar qandaqdir hayot emas, balki hayotning soyasiga o'xshash to'limi xunuk va yiqimsiz ko'rinishlar edi. Qaysi bir donishmand xushomadchilardan qeching, ular yaxshi kiyinib olgan o'g'irlardir deb to'g'ri aytibdi ekan. Agar bu so'zga Havas baxtining amaliyatidan elingan xushomadchilardan qeching, ular intayin yuzsiz nomardlardir degan so'zga qo'ysak, teximi to'g'ri va teximi to'liq bo'lgan bo'ladi. Yelina qalaymaqan turgan sinfdagi bolalar Salim apandi kirish bilan tang xuddi satarning simdek tizilib ketdi. Salim apandidan kishilar yeyiqidek hech qanday sur va kibr bo'lmasimi, lekin o'quvchilar uningdan xelali ayminatdi. Bu ayminish amaliyotda uning bilimiga, fazilatiga va iqtidori qilingan tabiiy hurmat edi. U bugunmo har qachondagidan pokiz, chiroyli kiyinib olgan edi. Sur rangli chaqmoq galostiki, simoviy rangli kostyum burulkisiga par bo'lib, uning o'ruq, ixcham dastini xelali suratli qilib qo'ygan edi. U dars o'tish uchun sinfga kiradigan vaqtda har qanday ahvol bo'lishidan qat'iy nazar, asosan soqol burutlarini pokiz qilib, may surtilgan shalong sochlarini tal-tal tarab, esil, chiroyli kiyimlarni radlik kiyib, ko'tarangi ruh va salofat bilan kirib munbarga chiqardi. Bu uning o'zgarmas, izchil odati edi. Salim apandi bugungi leksiyasini 10 minut burun tugatdi. Galastikining tuguchini sal-pal bo'shtib, daftar kitoblarini yopdi.
Ondan o'quvchilarga qarab so'radi. Tushunmagan yerlar bormi? Savol bo'lsa qo'yinglar. Sinib bir pas jimliqqa cho'kdi. Keyin hammaylar tutishib olgandek biroqda cho'qirashdi. Tushundiq molib, savol yo'q. Salim apandi munbardan tushdi. Dariza oldiga kelganda keshak qiyposh yurandi va Saidga qarab qo'yib mundoq dedi. Yana ozroq vaqt bor ekan, ixtiyoriy paranglashayli. Men yaqinda yo'ldosh Oqniyozning Shinjon gazetida e'lon qilingan Chaynak va Laglak degan bir kuplet she'rini ko'rdim. She'r garchi oddiy yozilgan bo'lsa-mu, lekin mag'rurlik bilan kamtarlik o'tirsizlik fikr nihoyat jonli obrazliq yo'ritib berilgan. Piyola oldida bosh egib chaynak, kamtarlik bobida bo'ludi aynak. Birdamlik parvozi uchun g'odiyib, axlatlar orasiga tashinar laglak. She'r meni hiloyajonga soldi. Bu haqda ko'p o'ylandim. Hozir sizlarning oranglardan bir turkum umidlik, iqtidorlik yozuvchi shoir va tadqiqotchilar yetishib chiqyapti. Sizlarga bilim berayotgan bir oddiy o'qituvchilik sifatim bilan bularni o'ylasam beshim ko'kka yetadi. Cheksiz iftixorlik his qilaman. Lekin yana ozroq andishamni bo'lyapti. Mening bu andishamni Oqniyoz oshu bir kuplet she'rda nihoyat yaxshi, jonli ifodalab beribdi. Bizning bu yerda huquqni pulga, xushomadga setib olg'ili bo'ladi. Lekin nom obro'yni pulga setib olg'ili bo'lmaydi. Sen har qanday puldar, har qancha huquqdor bo'lsang-mu, yana 2 metr uzunlikda karvat yeyapsan. O'xshashla 3 vaqt tomoq yeysan. Bu har qanday odamning qo'ldan keladi. Shunga odam bolasi 5 ko'kka yetgandimi gedaymasligi, bir nonga zor bo'lgandimi shukr qilishni bilish kerak. Men sizlarning olg'a bosgan siri salmoq, yuqori o'rnigan siri kamtar bo'lishinglarni umid qilaman. Tarixda o'tgan mashhur zotlar kamtar bo'lishdek esil fazilat haqida nurg'unlagan qiziq dastonlarni qoldirib ketgan. Kamtarlik odamda o'zini bilish, o'zini so'rashning borligidan derak beradi. Men sizlarga Einstein to'g'risida mundaq bir hikmatni aytib beray. 1952-yil 8-noyabr Amerikadagi ma'lum bir oliy maktabda dars o'tayotgan Einstein mundaq bir taklifnoma topshirib olgan. Uningda Einsteinni Isroiliyaning zo'ngtung bo'lish taklif qilgan. Vaholanki qanchalagan odamlar og'zini tamshib, yanlarini shimaydab, tishlarini bilab yurgan zo'ngtunglik toju taxtini Einstein nihoyat siliq so'zlar bilan rad qilib mundaq degan. Men tabiat dunyosini ko'p bilmayman. Odamlar to'g'risida hech nima bilmayman. Mening umrim obyektiv modda bilan hafilishib o'tyapti. Shu menda ham tug'ma qobiliyat, ham ma'muriy ishlarni bir taraf qilish, ham kishilarga qandoq muomala qilish jihatlarida tajribam kam. Shuning uchun taqir mundaq oliy amalni zimmamga olishga loyiq emasman. Uning ustiga yashinib qoldim. Zihniy kuchim ojizlab ketdi. Mana bunday samimiy so'zlardan mag'rurlikning asrini ko'rinmaydi. O ulug' bir zotning oliy janoblar xos o'zini so'rg'anligi va ilm fan uchun barliqni beg'ishlaganligini namoyon qiladi. Salim apandi yana so'zmoqchi bo'lib turib edi, qo'ng'iroq jimib qoldi. Lekin u bir necha kundan beri o'ylagan, ko'ngli tutgan gaplarining neg'zini davolganlik uchun ko'ngli amin topgan holda so'zining oxirini mundaq qisqa, lekin vaznilik jumlalar bilan tugatdi. Hamisha esinglarda bo'lsin, mag'rur jangchining mag'lub bo'lishi, takabbur kishining sesib ketishi muqarrar. Salim apandi sinfdan chiqdi. O'quvchilar uning orqasidan izzat ikrom bilan qarab qoldi. Salim apandi bu qitimqi ma'nilik ko'ngillik darsning eng oxirgi bir qitimliq dars bo'lib qoladiganligini bilmaydi. O'quvchilarmi endi uning ta'sirli, qisqarliq leksiyasini qayta anglamaydiganligini xayoliga keltirib baxmagan edi. Anglayotganinglar biri qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shavkat sarga yaqin yomon tush ko'rib uyg'onib ketdi. Shuning ta'siridan kashkich ko'ngli g'ash o'tdi. Tush uningga bir ko'ngilsiz ishdan bishorat bergandek ko'ngli andikib turardi. U kashqurun chang to'pi bosgan yuz ko'zlarini yuyib, tardan qaytishib, sho'rlashib ketgan ish kiyimlarini almashtirib, Oqniyozni izlab keldi. Oqniyoz yotoqda yolg'iz kitob ko'rib o'tirardi. Shavkat yotoq kiribla bismillah deb mundaq so'radi. Adash, Salim apandi bormi? Tinchlikmi? Tinchlik?
Nim bo'ldi? Aqniyaz angliqib qoldi. Bilmayman. Ish qilib ko'ngli bir shumliqni tuyib turibdi. Dedi Shavkat Aqniyazning yonida o'ltirib. Sərgi yaqin bir yaman tush ko'rdim. Salim apandini bir necha g'oljir ish orsiq elib olibdi. Cho'ngdirmi bor, kuchukdirmi bor. U odam o'zini qutqizolmay nol qilib qoldi. Shu chaqda men cho'chib uyg'onib ketdim. Kutmagan yerdan Aqniyaz kulib ketdi. Mana aramizda bir xiyolparast idealist chiqib qoldi. Tush degan kim ishinamdi kishi. U degan uyquning po'qi. Yo'q Aqniyaz, sen buni unda qat'iy chog'lama. Dedi Shavkat e'tiroz bildirib. Men burun sendek o'ylaydim, lekin beshimdan o'tgan ishlar meni tush to'g'risida yeng bilimga ega qilib qo'ydi. Dadam o'lib ketishdan 10 kun burun eziq tishim tushib ketib tush ko'rgan edim. 10 kundan keyin dadamning o'lim xabari keldi. Ko'nglar tishning tushishini ashundaq shumliq jo'raydi. Bu qitim menimi qara bosgandek ish qo'g'lab talab tush ko'rdim. 3 kundan keyin so'roqqa tortilib kamerga so'landim. Mush tajribalardan qaraganda tushdagi ba'zi alomatlarni hargiz salchoqlig'il bo'lmaydi. Chunki odamning iqtidori tex to'liq yeshilmagan, sir holda turmamdi. Ish qilib o'zimni bilmayman. Ko'nglimda Salim apandi to'g'risida ashundaq bir g'ayriy sezim bor. Aqniyaz bu gaplarga to'liq ishonmasimi, lekin o'ylanib qoldi. Bir necha kundan beri ovoz baxti bilan Zoyitning boshqa jonli harakatlaridan sirliq va jiddiy bo'lib ketganlarini ko'z oldiga keltirib, nima uchundir ko'ngliga bir ansizchilik tushgandek bo'ldi. Shunga bayqi masxir kulkalarini shig'ishtirib qo'yib Shavkatdan ostan so'radi. Endi qanday qilamiz? Salim apandini yo'qlab boraylik. Ichki jihati biror ish bo'lgan bo'lsa, o'zdan anlamiz. Ma'qul, ko'ramsa. Ishqis kelganda Salim apanding kitob jurnallar qachilangan yo'g'on yashikni karavotning ostidan tortib chiqib, bir narsa izlayotdi. Aqniyaz har xil yeziq va har xil o'lchamdagi tom kitoblarni ko'rib, o'zini tutib ololmay, "Pa, tulxutun shimak yiqqandek sizmi ajnabiylarning kitoblarini yig'ibsizda" deb aytishga tas qoldi. Lekin bu o'zi cho'nqur hurmat qiladigan o'qituvchisi bo'lg'achqa, gapni unda qo'pol qilishdan o'zini aran tutib, sipoyilik bilan mundoq dedi. "Muallim, men degan ko'p kitob bu. Siz topgan pulingizga kitob oladi ekansizda? Mening butun boyligim mana shu." dedi Salim apandi ularni sofaga o'ltirishga taklif qilib. "Beliq suvdan ayrilolmagandek, men bu kitobdan ayrilolmayman." "To'g'ri dedingiz, muallim." Bu so'z Shavkatga nihoyat yarab ketdi. "Ishchiga kulush, dehqonga katman, askarga miltiq kerak bo'lgandek, ziyoliga muallat kitob kerak. Xudoga shukr, bizda kitob o'qishga xeyli erkinlik. O'z vaqtida Maksim Gorkiy biror kitob o'qish uchun nurg'un tayoq yapti ekan. To'g'rimi, muallim?" "To'g'ri", deb tasdiqladi Salim apandi. Bir qatim xo'jayin uning kitob o'qiyotganligini ko'rib qilib, qarg'ayning yerindisi bilan qattiq urgan. Doktorlar uning yalki terisidan 40 shiktal o'tin uvoqlarini sug'urib olgan. Salim apandi o'yining qalaymaqanchiligidan xijil bo'lgandek, boya cho'q qo'ygan narsalarni qaytadan yig'ishtirishga boshladi. Aqniyaz ko'ni bir ruscha jurnalni varaqlab o'tirib so'radi. "Muallim, bir narsa izlayotgansiz? İzdaverim, bo'lmasa bizni izdishib berayli." Yo'q. dedi Salim apandi yig'ishtirishni tezlatib. "Keyin izdasam mo bo'ladi. Noyta bir kitob. Freudning rus tarjim qilingan bir kitobi." "Freud?" Aqniyaz bilan Shavkat tag'in qiziqib so'radi. "Ha, sizlar texib bilmaysizlar", deb tushundirdi Salim apandi. Freud Avstriyalik psixologiya olimi. U insonlardagi yoshirin ongni tadqiq qilgan. Men uning ruscha nashr qilingan bir kitobini 1 yil burun Beijingda elib o'qigan edim. Lekin u chaqda ancha tushunolmay tashlab qo'ygan. Bu qitim yana bir o'qib ko'ray deb shuni izlayotdim. Ikki shogird havas bilan ustoziga qaradi. Ular tarlab pishib uy shig'ishtirayotgan bu kamsiz oddiy sodda odamning ashu shalong chashliq beshidagi mushchib qolgan ashu kichikkina vujudidagi shuncha keng va cho'nqur bilimning nadin kelganligining tegiga yetgandek bir-biriga ma'nili qarab qo'yishdi. Ras,
bu odam kitob xumarli emas, balki sepi o'zidan kitob mastonasi edi. O'qiydi, harmaydi. O'z kasbiga oidnili emas, balki butun insoniyatning aql farosat durdonalari putilgan barliq kitoblarni o'qiydi. Uningdan o'ziga oziq oladi, kuch-madad topadi va insoniy fazilatlarni yetishtiradi. U Beydanda o'qiyotgan vaqtda ham yangi xizmatga chiqqan dastlabki vaqtlarda ashundoq o'qish va o'rganishning ta'siri bilan nurg'un she'r ham nasrlarni yozgan edi. U bu asarlarda reallik bilan yuksak romantikani birlashtirib, turmushning sehriy go'zalligini namoyon qilgan. Kitobxonlarning vujudida hayotlik sir bilan tabiat mo'jizalari to'g'risida yangi romantik hislarni uyg'otgan edi. U shu peti ijodiyat yo'liga mangan bo'lsa, texni ixlos qilgan bo'lsa, balkim nurg'un yaxshi narsalarni yezishi mumkin edi. Lekin u o'zini bildi, o'zini so'radi. Haqiqiy ma'nosi bilan kamtarlik qildi. O'qituvchi degan mushkul sharaflik nomning huddasidan chiqish, nodonlikda, qaqshoqlikda qolgan millatimizning avlodlarini zamonaviy ilm-fan, zamonaviy madaniyatga ega qilish uchun ijodiyatini qurbon qildi. U o'z xizmatining huddasidan chiqmay, aksicha shoirlikni havas qiladigan kishilarga o'z tajribasidan dartmilab mundaq deydi. Arbob ahlidan birli yaxshi shoir chiqqan. Alshir Navoiy degan kishi shoir bo'lgandimi katta va ulug'. Bo'lsang ashundoq bo'l, bo'lmasa kulanmaganiga hijaymay o'z ishingni qil. Kitobni ko'p o'qinglar, ukalar. dedi Salim apandi o'yini yig'ishtirib bo'lgandan keyin ikki o'quvchisiga choy quyib etdi. Kitobsiz o'tgan turmush qorong'u tunga o'xshaydi. Odam ezib-tezib yuradi. Kitobsiz qolgan aqlmo xuddi qanotsiz qushga o'xshash, egizli parvoz qila olmaydi. O'zining o'tmishini unutgan, tarixni bilmaydigan, bugungi dunyo madaniyatidan bexabar odamlar har qancha yassimi yana hayotga yuk bo'lib qoladi. Odam bu dunyodan u dunyoga hech narsani elib keta olmaydi. Yalang'och kelgan peti yalang'och ketadi. Lekin at ketadigan birli narsa bor. U bo'lsa-mu nom, yaxshi yoki yomon. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan Ay Yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.